Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari, hurmatli obunachilar. Bugun 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan ayollarimizni chin qalbimizdan tabriklaymiz. Bundan oldin ham YouTube kanalimizga video chiqargandik. Xayolimizdan ko'tarilibdi ish bilan, endi ma'zur tutgaysiz. Xullas yaxshi variant chiqib qoldi. Sotuvga chiqaryapmiz. Bu yerda endi bilmadim, bizani boshidan kuzatgan bo'lsanglar, bu yerda boshida korobka paytida sotardik, shartnoma holatida uylarni. Hozirgi paytda kadastrlari chiqqan, gaz, suv, svet, aholi уже ko'chib kirib yashayapti, mana ko'rishinglar mumkin. Birinchi kelganlarimizda mana bunaqa do'rlar qilishmagandi, daraxtlar yo'q edi, misol uchun bu yo'q edi, mana bu o'ralmagandi, bolalar maydonchasi yo'q edi, burchakka yig'ib qo'yilgandi. Hozir chotki Sergelining yaxshi novostroykalaridan biri bo'lgan, undan tashqari lokatsiyasi ham ko'pchilikka manzur keladi. Biz hozir Sergeli Xonobod mahallasiga kelganmiz. Xonobod metrosiga 900 metr radiusda joylashgan. Sergeli Xonobod masjidga ham yaqin 250 metr radiusda. Undan tashqari maktab, bog'cha, avtobuslar mavjud, qatnaydi har tarafga. Mashinasi borlar uchun Yakkasaroyga shunday tushib ketaverasiz. Qo'yliqqa, Yashnobod, undan tashqari Sergeli, Abu Saxiy, Bekbarakalarga ketadigan glavniy yo'limizning pastki ustidagi novostroyka hisoblanadi. Yaxshi условияda beramiz. 3 xonali kvartiramiz. Mana domimizning oldida bolalar maydonchasi, mana bunaqa chiroyli yozib premium bilan Xonobod Avenue deb yozib qo'yishgan ekan. Yosh oilalar maza qilib yashab yuribdi. Endi boshida korobka olishgan ko'pchiligi hozirgi paytda chotki qilib remont qilib olishgan. Orqa tarafdan ham fasadlarni ko'rsatib o'taman, juda ham chiroyli novostroyka. Realni. Xullas uyimizda mana shu 12 qavatli domimizning 2-qavatida joylashgan. Domimizga kirib boraveramiz. Xullas do'stlar, uyimizga kirib keldik. Ikkita lift mavjud bu tarafda liftdan chiqqanimizda keyingina podyezdimizga ko'zimizga tushadi. Hozirgi paytda svet o'chirib qo'yishgan ekan pastdan. Yoqmadik. Bu glavniysi kvartiramizda svetimiz mavjud. Xo'p, kirdik mana kvartiramizga. Yaxshi remont qilib qo'yishgan. Remont qilgan odamlarni didi yaxshi ekan, qo'li dard ko'rmasin. Xo'p, birinchi bo'lib uyimizni umumiy sanuzelni ko'zdan kechiramiz. Sanuzel qanaqa bo'lgan? Bu tarafga 2,5 ga 1,20 dushovoy oyna qo'yib yuborsanglar zo'r bo'ladi. Mana bu kirmoshinalarni joyini alohida qilib qo'yishgan. Kafe qilishimiz zo'r. Oynalar menimcha rangi o'zgarsa kerak. Xo'sh-da, rangi o'zgaradi. Juda ham yaxshilarini olib kelib qo'yishibdi. Hojatxonamiz mana bu yerga yaxshi shkop yasatib olsanglar bo'ladi. Mana bu taraf qurilish eshigidan kirganimizda baribir kiyimlarni ilishga yoki oyoq kiyimni qo'yish uchun joy bor. Kiyimlarni ilish uchun alohida bitta shkop qiladigan zona ham bor do'stlar. Xo'p, dalsh kiramiz. Kirganimizda bizani mana shunaqa holoviy formatdagi zalimiz kutib oladi. Mana bu yerga televizorni ilamiz. Chiroyli divanlar, stollar olib kelib qo'yamiz. Akkuratni o'tiradigan joy bo'ladi. Uyimizning maydoni 67 kvadrat. Xo'p, endi uyimizning yuragi bo'lmish oshxonamizga kiramiz. Oshxonamizni mana shunaqa minimalizm stilidagi kuxniy mebellarni yasatib qo'yishgan ekan. Yoqqan bo'lsa videoga bitta like bosib ketinglar. Iltimos sizlardan. Videolarimiz rekka chiqishi uchun, uylarimiz sotilishi uchun bitta like bosib yoki kommentga oluvchi tashlab ketsangiz, juda ham ayni muddao bo'lardi. Bemalol stol qo'yib o'tirsangiz bo'ladi. Bunaqasiga 5 ga 220 oshxonamizni shkopdan hisoblaganda 220, mana bu tarafdan hisoblaganda balkim 3 dan 320 lar bo'lsa kerak. Men bu yerda endi bilmadim, idish yo'yadigan joy bo'lsa kerakmi? Nimadir qo'yasiz. Xolodilnik aytgancha. Ming bor uzr, xolodilnik qo'yadigan joy ekan. Xullas bu oshxonamiz, endi bu taraf roditselskiy spalnimiz, bemalol spalnimiz kiradi, shkoplar kiradi. Keyingina xonamiz kichkina bo'lib qolmagan. Endi esa bu tarafga o'tamiz. Bolalar xonasi, bu ham xuddi shunaqa keyingina bemalol shkoplar sig'adi, spalniyalar sig'adi, kichkina bo'lib qolmagan. Derazalar bor, hammasida bu taraf bolalar maydonchasi. Boya videoni boshida aytganimdek, Sergelining yaxshi novostroykalaridan biri. Xo'p, uyimizni bilasizlar, 12 qavatli domning 2-qavatida joylashgan, 67 kvadrat. Xo'p, naqdga oladigan bo'lsanglar, $65,000 kelsanglar, tepasida bir qism savdosi bor, kelishtirib beramiz. Agar qo'lingizda bir $40,000 pulinglar bo'lsa, qolgan yetmaganini bemalol ipotekani qilib beraveramiz. Xudo xohlasa, Telegram kanalimizga ulanib qo'yinglar, pastda raqamlar bor, bemalol telefon qilsanglar bo'ladi. Variantlarimiz ko'p, xudo xohlasa qilib beramiz. Tayyor, patkuch, ne patkuch farqi yo'q.